kimni rover mana shunaqa tekis chiqarmayotgan bo'lsa, ushbu videoni ko'rsin, apparatini shunaqa qilib o'zi bepul tuzatib oladi. Вот mana o'lcham ko'ryapsizlar, mana ikki tomoni bir xil bo'lishi kerak. Gerbimiz. Ha, tasavvur qiling, mana 55, ikkinchi tomoni 60-70 ga yaqin qarab ketgan. Bunda xatolik nimadan kelib chiqyapti? Xatolik o'tgan safargi videodan keyin driver almashtirgandan keyin yoki stanogni boshqa joyga ko'chirganingizdan keyin parametrlar o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Tuzatishni ko'rib chiqamiz. Xullas, mana NC editorga kirib olamiz. Manage parametr bo'limiga o'tamiz va manufacturing bo'limidan o'tamiz, ya'ni bu ishlab chiqarish bo'limi. Shundan kodini terib olamiz. Aytgandek, kodi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozsa, men o'zim lichkasiga tashlab beraman. Berganlaridan keyin parametrlar chiqadi. Mana x, y, z. Mana shu x, y, z ni millimetr puls deyapti. Ya'ni bitta pulsi necha millimetr yurishi, bir pulsda necha millimetr yurishi. Ko'rasizlar, hammasi 0005. O'z sizlarda agar masalan точностьni yanada точно qilmoqchi bo'lsanglar, o'shani 0.006 qilib yoki kimdadir ko'p yurib qo'yayotgan bo'ladi. Ya'ni 10 mm yur deganda 10 emas, 15 mm yurayotgan bo'ladi. Mana shu narsada 55 qilsangiz ko'payadi, 45 qilsangiz kamayadi. 0.1 qo'lla olmaysizlar, 0.0055, 0065, 0045, 35 qilib tushirasizlar. Shunaqa qilib to'g'rilab olsanglar bo'ladi, ham x ni, ham y ni, ham z ni. Ushbu video foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar shu kabi videolar, lazer, rover, chipu stanoklari, erozion stanoklari haqida, mana stanoklarda bo'layotgan muammolar haqida qiziqarli videolarni ko'rishda davom etasiz, albatta obuna bo'lib qo'ying va kommentariyaga o'z fikringizni belgilab qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yamiz.